Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan motobloklarda ichida benzinlik motobloklarda ichida eng katta 17 ot kuchli 192 motorli Arin motobloklardan so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada Arin motobloklarimizni komplekt holatda agregatlari, frezalari va undan tashqari agatlarda ochish uchun universalniy bo'lgan agat oladiganlarimizdan yetib keldi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Agregatlarimiz ham 50, 60, 70, 90 razmerlarga o'zgarib ishla oladigan bemalol mana shu turdagi katta 7, 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloklar bemalol torta oladigan agregatlarimizdan ham yetib kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bu agregatlarimizni ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun atrofda hali ham pulga sotilayotgan mana shunday benzopilalarni biz sizga tekinga berib yuboramiz. Bu benzopilarni tekinga olishni sharti videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozgan bo'lishingiz kerak va bizning do'konimizga kelib motobloklardan birini sotib olganingizdan keyin do'kon ichidagi omadli baramanni aylantirib mana shunday sovg'alardan birini tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bu benzopilani qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman. Hozirgi paytda aytib o'tganimdek, motobloklarda ichida eng katta 192 motorlar bilan jihozlangan 17 ot kuchli Germaniya standarti asosida ishlab chiqarilgan Arin motobloklarimizni quvvati tomonlama, sifati tomonlama yaxshiroq modellaridan so'ragan akalarimiz uchun eng original variantlardan olib kelib qo'ydik. Motoblogimizni ma'lumotlarini tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, motoblogimizning ma'lumotlari motorlari 192 17 ot kuchli motoblok, yoqilg'i turi benzinli model hisoblanadi. Benzin boklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Motoblogimiz xohlasangiz starter orqali kalitda, xohlasangiz zavodnoy orqali tortmada yurgizib ishlatish imkoniyatlaringiz bor. Bu motoblogimizda oldida LED faralar bilan jihozlangan, oldida dugalarigacha qilib jihozlangan bo'ladi motorni zashtasi uchun va motoblogimizda aytib o'tganimdek starter kalitli varianti. Motoblogimizni boshqa turdagi 17 ot kuchli motobloklardan farqi, hozirgi paytda bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p. Bu motobloklarimizni hozirgi paytda reduktori usulinli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz va arzonchiroq modellardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu motoblogimizning reduktor qismi 650 talik katta korobkali varianti. Bu motoblogimizda 3 xil reduktorli varianti bor akalar. 450, 550 va 650 talik mana shunday usulinli variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Bu usulinli deyishimizga sabab, bu motoblogimizda ichki tomon shestrna o'qlari va orqasiga chiqqan qishloq xo'jaligidagi o'qlari eng baquvvat sifatli modellardan qo'yib ishlangan. Motoblogimizda bemalol o't o'radigan zatkalar, suv nasos, karter apparatlar va o't o'radigan rotorli kasilkalarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimiz rollari uzun variantidan hisoblanadi. Ikki tomonidan bo'linadigan, xohlasangiz bu yerdan o'ng tomon, chap tomonga ligirovka qilib foydalanishlaringiz mumkin. Xohlaganlar mana shu yerdan rolni balandga, pastga qilib o'zingizga moslab ishlatishlaringiz mumkin. Oldiga ikkita skorisi bor. Orqaga bitta skors bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizni boshqarish juda ham qulay. 60-70 razmerlarga bemalol mana shu o'zini balonlari bilan ham ishlov berishlaringiz mumkin. Xo'p, orqasida turgan agregatimiz esa universalniy agat oladigan hisoblanadi. Universalniy deyishimizga sabab ham razmeri o'zgaradi akalar. 60, 70, 90 razmerga. Ham mana shu agat ochadigan agregatimiz o'zini ham bemalol ligirovka qilib, bu yerdan bo'shatib, kattaroq, kichikroq razmerga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun mana shunday bittali variantlardan ham bor. Razmerga o'zgarmaydigan. Bu motoblogimizga qo'yilganligining sababi bir xilga joylarda 60-70 razmerlarga o'zgartirib ishlatish uchun mana shu agat oladigan kichkinalik qilib qo'yganligi uchun mana shunday universal agat oladiganlardan qo'ydirib olib keldik.
Motoblogimizga xohlaganlar mana shunday komplekt holatda olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar o'zini komplektlarda chiqadigan frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalari bilan 650 talik reduktorli variantlarini 1 yildan garantiyalari bilan olishlaringiz mumkin. Motoblogimizni o'zini narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, motoblogimizning hozirgi paytda narx-navolari aytib o'tganimda 450, 550 va 650 talik korobkali variantlari bo'lganligi uchun bularda eng arzon modellari 7,5 million so'mdan boshlab mana shu turdagi usulinli variantlari komplektiga freza, dokument, kulich va 1 yildan garantiyalari bilan narxini 8,5 million so'm narx aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kami bor, kesalaring tushib beraman. Undan tashqari orqasida turgan agregatlarimiz esa hozirgi paytda 1,5 million so'mdan boshlab 2,5 million so'mgacha mana shunday agregatlardan bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek, kelib mana shu turdagi motobloglardan birini sotib olganingiz uchun kelsangiz aytib o'tilayotgan narxlardan ham tushib beraman va undan tashqari mana shu turdagi bonuslardan birini ham sizga tekinga berib yuboraman. Kelganingizdan keyin xohlagan turdagi motobloglaringizdan birini sotib oling. Xohlasangiz upakovka, xohlasangiz yig'ilgan holatda sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan, hozir sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kelib motoblog sotib olganingizdan keyin mana shu omadli barabarimizni kelib aylantirasiz va bu joyda tushayotgan sovg'alar, tashqarida ko'rgan benzapilalaringiz, shurpayor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan boshqa turdagi qimmatbaho sovg'alar, motoblogning o'zi uchun kerak bo'ladigan agregatlari, shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlar mana shu omadli baraman ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib omadingizni sinab ko'ring. Motoblogni aytib o'tilayotgan narxidan arzoniga olishingiz mumkin va undan tashqari shu joyda tushgan sovg'alardan birini ham 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini Optim baza sklad narxida bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Videomiz foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.